Bugungi variant. Chap tomonda 3-raqamda Matteo Ruggeri, o'ng tomonda esa Marcos Llorente. Yarim markaziy himoyachilar ikkita 4-4-2 da ikkita bo'ladi. 17-raqamda David Gansko, slovakiyalik futbolchi va 18-raqam Mark Pubil. Yarim himoyachilar to'rtligi chap tomonda Winger ham kerak bo'lsa hujumga ham chiqadigan yangi futbolchi, iste'dodli futbolchi Ademola Lookman o'ynayapti. O'ng tomonda Giuliano Simeone harakat qilyapti 20-raqamda, markazda Koke 6 va 5-raqamda Johnny Cardozo. Ana kuni juda zo'r gol urdi. Hujum chizig'ida Julian Alvarez 19 hamda Antoine Griezmann. Koke xatoga yo'l qo'yadi hozir, to'pni oldirib qo'yadi va mana bu joydan zarba yo'llanadi va sal qoladi hisob ochilishiga. Koke burchak zarbasi ekan, stadionni olovlantiryapti Fermin. Chunki aynan mana shu joyda muhit kerak. Antoine Griezmann 7-raqamda hujum chizig'ida o'ynayapti. Hansi Flickni bizga yoshyapti. Men esa Diego Simeone, Atletico Madrid jamoasi ustozi ekanligini aytib o'taman. Xo'sh, o'sha 6-1da birinchi daqiqada gol bo'lgan edi. O'sha 6-1ni takrorlab beradimi yoki yo'qmi degan burchak zarbasi bo'ldi. Zarba himoyachilar qaytarishyapti. Darvozabon joyida. Stadion hayqiryapti. Llorente o'ng tomoniga to'g'riladi va oldinga otlanadigan futbolchini to'p bilan ta'minlamoqchi bo'ldi. Qoida buzilmabdi. Mana shu joyda hozir Griezmann, Ferran Torres hozir nimadir tashkil etishga borayotgan edi. Barselona vajohat bilan boshladi, sezilib turibdi. Va mana bu zarbaga qarang, to'pga qo'li tegmagan ekan bu rakursdan. Tegmadi deb e'tiroz bildirishyapti. Yaqinda VARga qo'shimchalar kiritiladi, ikkinchi sariq ko'rib chiqiladi va burchak zarbalari ham VARning bir punktidan o'rin oladi. Boshlandi. Out. Nargi tomonda hech kim yo'q. Kim bor? Atletico tushdi. Bundan sal oldin xabar chiqdi. Barselonaning ultras muxlislari Atleticoning avtobusini oynalarini sindirishgan, narsalar otib. Men hazillashdim o'yindan oldin. Futbolchilardan oldin avtobusni buzish masalasi, avtobusni oynalarni sindirish masalasi, yo'llar ochish masalasi muxlislarga qolgan ekan. Muxlislar boshlab berishibdi degan mazmunda hazillashdim. Lekin bu o'zi hazillashadigan mavzu emas. Out. 4-daqiqa o'tib boryapti. O'yin sekin-sekin tinchlanyapti. Bu Barselonaga umuman kerak emas holat. Cancelo ortga Pedriga uzatib berishdi. Markazda kutib olishmoqchi. Sal qoldi Lookman to'pni olib qo'yishiga. Olib qo'yganda o'zi plani bor bularni, bor-ku. Plani bor bularni. Katta yetib boradimi? Yetib boradi. Burchak zarbasiga aylanmoqda. Uzatma qaytarishdi. Barselona yana hujum qilyapti. Futbolchilar pozitsiyalarini rosa almashtirib tashlashyapti. Rafinha, Pedri pult bilan boshqaradigan paslarni berishi mumkin edi. Chunki Rafinhani o'ng tomondan kirib borayotganligini ko'rdik. Ochilyapti. Pedrini ham mana shu uchrashuvga tayyor kelgani o'yinning baxti bo'ldi, o'yinning qadri bo'ldi. Endi bu uchrashuv neytral muxlislar ham tomosha qilishyapti.
keyin o'zi umuman futboldan bahra oladigan muxlislar comeback yoki bir jamoaning o'sha hisobni ushlab qolishi, mana shu narsalarga qiziqib ham soat 1 da bu bahsni tomosha qilayotgan bo'lsalar kerak. Men shunaqa o'ylayman. Ya'ni shunaqa tur o'yinlardanki birinchi uchrashuv majbur qilyapti bu o'yinni tomosha qilishga. Hop, narigi tomonga to'pni o'tkazib ber degan edi. Uzatma emas bu, uzatma emas. Tempo balandlashib ketdi va tempo degan bannerni poyladi. Atletico ustozi Diego Simeone. El Cholo. Ikkita jamoada hindu bor. Xato. To'pni olib qo'ydi, lekin Antoine Griezmann qaylardandir yetib keldi. Llorente out. Barsa qamalga oldi Atleticoni kutilganidek. Faqat undan xavfli vaziyat chiqara olmayapti. Masala shunda. Argentinalik posbon qiyinroq uzatmani amalga oshirdi. Out. Rafinha o'ngda, Rafinha chapda. Figaro rolini o'ynayapti. Mashhur opera bor bilasiz. Figaro u yerda, Figaro bu yerda. Ruschasi chiroyli chiqadi-yu, mayli. O'tda Torres. Qoida buzildimi? Qoida buzilmabdi. Rafinha. Antoine Griezmann yaxshi o'ynagan edi. Hozirgi vaziyatda Lukmanning pasi o'tmadi. Qarshi hujum. Atletico shuni kutyapti. Shu birinchi bo'limda bitta gol uramiz, hammasini tinchlantiramiz degan mazmunda o'shanga umid qilib o'ynayapti. Flick telba. Flick o'zining ustubidan o'zi qaytmaydi. Bu uchrashuvda esa yanada yuqoriga ko'targan. Qarang liniyalarni. Darvozabonni liniyasini yuqoriga ko'tarish iloji yo'qdi. Bo'lmasa uni ham ko'tarib qo'yardi. Shu markazda darvozani qo'yib o'ynatardi. Pedri. Bernal bu tomonda Cancelo to'p bilan ta'minladi. Cancelo aldayapti va o'ngida aylantirib pas beradi deb o'ylaganimizda yo'q. Nimagadir Bernal xijolat bo'lib o'zini taklif qilmayapti shekilli. Yamal hop zarba. Penalti yo'q. Tepish bor. Griezmann hakam hammasini ko'ryapti. Davom etamiz. Yo'q, Atletico qarshi hujumga umuman o'ta olmayapti ham. Barselona qo'ymayapti ham. Stadion ham shuni diqqat bilan kuzatyapti. Tribunalar yonyapti. Pas o'tmadi. Faqat tepib yuborish. Bu hali 9-daqiqada sodir bo'layotgan hodisa. Ruggeri ilojsiz hol tepib yubordi. Boshqatdan boshlaring degan mazmunda. Cancelo unga qarshi bitta futbolchini qo'yish noto'g'ri. Aylantirdi, pas yomon emas. Lekin Atletico himoyalanishni ham biladi. Uning qonida bor, DNKsida bor, fitratida bor. Diego Simeone ba'zan hujumkor futbol taklif etib qoladi zamonaviy futbolga. Ishonmayroq turasizda, baribir astiga qaytib oladi deb. Futbolchining ishchi pozitsiyasi bo'ladi. O'sha pozitsiyasida yaxshiroq o'ynaydi baribir. Misol uchun Rafinha o'ng qanot vingeri bo'lib kelgan. Shu joyda o'ynashni sal esdan chiqardi-yu, chap qanot vingeri bo'lib ketdi, u majburiy tarzda. Mana shu narsa murabbiylar uslubida ham bor. Murabbiylar uslubida xato katta. Barselona imkoniyat va Rafinhaning pasi to'p o'tdi, ammo bu joyda hech kim yo'q. Antoine Griezmann himoyadan o'ynayapti. Mana bunaqa pas berilyapti. Qarshi hujumga chiqiladimi yoki yo'qmi degan joyda qarshi hujumga chiqilyapti va Atleticoning hujumi to'pdan uzildi. Ochilsa bo'lardi. Cardoza lekin ochilmadi. Koke orqaga pas beryapti. Bermayapti Barselona qarshi hujumga o'tishga. Llorente yaxshi aldadi Pedrini. Pedrining uslubida aldadi Pedrini. Lekin Antoine Griezmann mana bu joyda offside yo'qmi? Offside yo'q. Lekin
Lekin do'stlar, Kunde ham yaxshi o'ynab berdi. Himoyachilar mana shunaqa epizodlarda yaxshi o'ynashmasa, tamom hammasi o'zgarib ketadi. Nima bo'ldi? Ronaldinhoning o'yinlarini ko'rganman, jonli sharhlaganman ham. Kundeni uzoqdan ko'rganimda Ronaldinhoni eslab yuboryapman. Katta yo'qotish bo'ladi agar Jul ketsa. Balde tushadi, menimcha Cancelo o'ngga o'tadi. Agar Flick ko'p narsani Canceloga bog'lab hujumlar retseptini yozgan bo'lsa, hozir ko'p narsa buzilib ketadi. Balkim Balde o'ynab ko'rar o'sha tomonlarda. Ana sizga voqealar rivoji. Muxlislar olqishlashyapti. Bari almashtirildi. Jarohatlar top klublarining birin-ketin kushandasiga aylanmoqda. Balde chapga o'tdi baribir va ketdi narigi tomonga. Cancelo. Barselonaga himoya kerakmasam deb bo'lmaydi hozir. Hali Aplanni ishlatish kerak. Rafina kirib boryapti. Rafinadan zo'r pas, lekin himoyachilar yechib olishdi va Rafina to'p bilan hamon. Rafina zarba yo'llayapti. Rafina noaniq. 0-0. Umumiy 0-4 hisobi. Rafina Rafa qo'shyapti yaxshi. Llorente unga zarba yo'llashga xalaqit berdi baribir. To'pning yo'liga to'g'anoq bo'lmagan bo'lsa ham mana shunaqa tashlanish bilan zarba muallifini xotirjam tepishga bermaydi. Pedri hamma joyda. 14 daqiqa o'tib ketdi. Yaxshi o'yin mana shunaqa bo'ladi. Balde ortga qaytaryapti. Martin qayerlarda yurganiga e'tibor bering. Xo'sh, zarba yo'llanadi Bernal. Musso. Argentinalik posbon to'pni uzoqlashtirdi. Top maydonda ekan, chiqib ketibdi. Stadion qichqiryapti. Qaynatyapti, xato va hududlar paydo bo'lgan. Pedri ketyapti, Pedri ochyapti o'zini o'zi yo'llar, ammo mana shu joyda Pedri xatoga yo'l qo'ydi. Va darhol Bernal olib qo'ydi.
Qarshi hujumga imkon berishmadi. Gerard Martin tayanch zonasida umuman yarim himoyachi ampluasida o'ynamoqda. Hamma ko'tarilgan, oralardan o'tadigan joy ham yo'q. Tiqilinch, boyaga avtobus, Bernal, Lamine Yamal, ikkita futbolchi, Lukman ham boryapti unga. Yamalga to'p qaytariladi. Ademola qarshilik ko'rsatdi baribir. Mana shu joyda Pedri ochyapti pas va burchak zarbasi. Standart vaziyatlar naqadar katta qurolga aylanib borayotganini bizga Angliya chempionati so'ylamoqda. o'n 17-daqiqa zo'r pas va gol deb o'yladim, to'g'risi bor-ku. Ferran Torres yaxshi ochildi. Lekin o'z birinchi zarbasida Ferran odatda darvozaga aniq yo'llamaydi. Agar raqib jamoaning nomi Valensiya bo'lmasa, chiqib ketish juda qiyin bo'lyapti, ammo chiqishda va mana bunaqa qarshi hujum bo'ladimi deganimizda yo'q. Jon Garcia ham o'z maydon markazida yuribdi. Biladi. O'sha masofani uzoqlashtirib yubormaslik kerak. Endi risk, tavakkal oxirigacha yurish kerak. Darvozaboni ham shunaqa bu jamoa. Vaqt o'tgani sayin agar gol bo'lavermasa, ishtiyoq kamayib boradi. 4 ta gol urish kerak bo'lgan jamoaga. Pedri. Men Pedridan nimadir kutyapman, mana shu oralardan beradigan pasni. Messiona pasni. Balde bermayapti. Turib olgan Simeone qanday turishni biladi. Lamindan yaxshi pas. Qarshi hujummi? Qarshi hujum. Lukman. Offside ekan. Bildi. Antoine Griezmann bildi menimcha. Bo'ldi. Orqaga bir marta qaytib bordi to'p. Offside bormi yoki yo'qmi bilmay qolamiz endi menimcha. Uzatma yomon emas. Mana bu joyda Diego Simeonening o'g'li. Masala hal. Bir marta chiqdi Atletico oldinga. Yutunib, tortinib. Navolar ekan deb. Va pressing. Yomon reja emas. Start farqi hozircha Barselona tomonda emas. Ha, bosim vaziyatlarini olib keldi, lekin golni olib kelmadi. Muhimi golda bu uchrashuvda. Hamma narsani o'zgartirib yuboradigan gol. Pedrining qo'riqchisi bugun Antoine Griezmann. Endi egasi bo'ladi-da o'zi. Rafinha qaytardi. Balde umuman kutmaganda bugun uchrashuvda maydonga tushaman deb. Mazza qilib joylashib tomosha qilaman turganda Jules Koundé unga yo'q. Jo'ra o'ynab berasan dedi. 20-daqiqa. Martin. Lekin kutilgan manzara, hamma kutgan holat. Atleticoning quyi bloki. Laminga oshiriladi to'p menimcha. U qaytaryapti. Va Yamal to'pni chiqarib yubordi. Barselona Atletico Madrid tomonida yashayapti. Istiqomat qilyapti.
Mana bunaqa bosimlar o'tkazib to'pni olib qo'yyapti. Pedri qutuldi to'pdan. 2 kishi borgan edi. Rafinha. Balde. Alejandro. Majbur hozir. Ortga to'pni uzatdi. Kubarsi ham o'sha yerlarda yuribdi. Ketdi. Martin pas to'p o'tdi, lekin hammadan emas. Griezmann bosim o'tkazmadi. Bu yoq hech qisi yo'q dedi. Birinchidan Pedri, undan olib bo'lmaydi to'pni. Deylik shartli Kubarsi bo'lganida bosim qilardi. Futbolchilar bir-birlarini juda yaxshi bilishadi. Gerard Martin asosiy tarkibda tushgan o'yinlarda Barselona doim g'alaba qozonadi. Bir qiziq holat. Ketdi, Yamaldan yaxshi pas va oralar ochilyapti. Lamin penalti ham ishlashi mumkin. Mana buni kirib boryapti va to'p. Sanaymiz, ikkinchi zarba. Torresdan. Bar shunaqa o'yinlarga Lewandowski kerakmi deb o'ylayman-da. Endi Lewandowski jarohat olgan bilamiz. Endi Olmoni tushirish u hujumchi ham emas. Qiyin tanlov o'rtasida qolib ketganda Hansi Flick. Shuning uchun ko'p aytilyapti, bir hujumchi, sof hujumchi baribir Barselonaga kerak. Sal qoldi bosim o'tkazib olib qo'yishlariga markazda. Bernal juda xato qilmadi-yu, lekin Camp Nouga to'plangan muxlislarni bir hayajonlantirdi. Bo'limning o'rtasiga kelib bo'ldik. 23-daqiqa. Diego Simeonening start varianti ishlayapti. Atletika sinxron tushyapti pastga. Chiziqda 6 himoyachi o'ynayotgan ham bo'lishi mumkin. Ajoyib chiqishdi. Mana nihoyat tiki-takani ko'rdik, ammo endi Lukman ijrosida qarshi hujumni ham ko'rishimiz mumkin. Qochib ketadimi? Qochib ketmadi. Toza olishdi. Bu joyda Kubarsi zo'r o'ynadi. Ketdi. Bernal xatoga yo'l qo'yishi mumkin edi. Griezmann ola olmadi. Mana shu joydan zarba yo'llaydimi? Zarba yo'llamadi. Yamal tepadimi? Tep. Va darvozabon to'pni qaytaryapti. Qaytgan to'pni Rafinha darvozaga yo'llashi mumkin edi, lekin sal uzoqroq edi. Ortga qaytaryapti Martin. Yo'q. Bunaqa paslar qiyin o'tishi, bittasi o'tib qolishi mumkin, lekin umumiy mayda pas bilan yerlatib boravergan ma'qul menimcha. Havo yo'llari qiyin, quruqlik. Qulayroq pas yomon emas va to'p Griezmann qaylardandir yetib kelyapti. Dahshat Rafinha. Llorentini yeb qo'ydi va Pedridan xato. Baxtiga to'pni olib qo'yishmadi. Rafinha uzatma yomon emas, lekin darvozabonniki bu juda xotirjam egallab oldi va qarshi hujumni boshlab beradimi deganimizda yo'q, xotirjam, hammasi nazoratim ostida deyapti. Musso Rafinha boradi. Oson aldandi. Ademola Lukman bar texnikali futbolchi. Yo'q, tiki-taka bo'lmadi Atletico'dan. Johnny Cardozo. Chempionlar Ligasidagi fenomenal gol muallifi Bruggen aynan Cardozoning goli sindirdi. Balde.
Navbatdagi hujum. Endi bir xil manzara, asosan Barselona hujum qiladi, yo'llar qidiradi, Atletico chayqaladi. Rogeriga qarshi Yamal. Yamaldan yomon emas pas. Yamal nimadirlar o'ylayapti. Ya'ni havodan pas berishning noto'g'riligini tushunib yetyapti shekilli. Ikkitasi o'tib qolishi mumkin. Mana o'tdi va penalti so'rayapti Barsa. Hakam Jim Martin Ferran Torres uchrashuvning qahramoni bo'lishi mumkin edi. Rafinha zo'r chiqib ketishyapti Simeone, lekin baribir foydali harakat qildi. To'pni qochirib yuborgan bo'lsa ham. Boyagi epizodni bir ko'rib qo'yamiz. Yamaldan Trivela. Bu yerda ikkalasi bir-birini ushlagan, shuning uchun yo'q. Lukman katta hudud paydo bo'lyapti. Cardozo ochilmoqda. Aldadi. Offside yo'qmi? Bor ekan offside. Antoine Griezmann. Lekin offside bor edi. Chamamda, mayli. Davom etamiz. Barsa ana endi sal bo'lsa ham kengliklar ochib chiqishi mumkin edi, lekin unday bo'lmadi. Yamaldan pas Baldega. Keyin var ko'rardi agar mabodo Antoine Griezmann gol urib qo'yganda. Ko'p ehtimol offside bordek tuyuldi menga. Menga tuyuldi-da bu. Hali bilmaymiz buni ham. Balde pas emas bu, do'stlar. Pas deyishga til bormaydi. Mana bu holatga bir qaraylikchi. Hop, offside do'stlar. Aytdim-ku. Barselona futbolchilari shuna xotirjam o'ynashdiki, shu vaziyatda offsaydeligini bilishdi. Griezmann ham bildi-da. Qo'y shu varga ish qolmasin dedi. Qoida buzildi. Ademola zo'r o'ynayapti Atleticoning safida. Birinchidan to'p bilan yaxshi harakat qilyapti, ushlab turibdi. Ikkinchidan esa himoyaga qaytib ancha foydali o'yin ko'rsatmoqda. Musso. Llorente. Yana shu joyda boshlanadi hayot. Yaxshi, Ferran. Lekin darvozabon joyida. Torresdan 3-zarba ko'rdik, lekin bu darvoza sohasiga aniq bordi va Mussoni ancha qiynadi. Navbatdagi burchak zarbasi. Yamal bu tomonda paydo bo'ldi. Yamal kirib boryapti. Yamaldan pas va gol! Yamal qildi baribir va Bernal hisobni ochyapti. Yamal shu chap tomonga o'tmasam bo'lmaydi dedi va shu yerda kichkina fintcha amalga oshirib nihoyat hamma kutayotgan golni asoschisi bo'ldi. Bo'sh qolgan darvozaga Bernalni borgani ham ajoyib hodisa. Ana shu joyda masalan hal edi, kirib bordi va qarang, uzatma ideal. Ferran Torres bo'lmagani hozir Barselonaning baxti bo'ldi shu joyda. Bernal birinchi bo'limda baribir gol ko'rdik. Ana endi Atletico nima qilarkin? Juda qiziq. To'g'ri, sal hayalladi bu gol. Kech qoldi Barselona nisbatan olganimizda. Va bizga takror lavha namoyish etishayotganda menimcha Atletico to'pni oldirib ham qo'ydi-yu. Flick Yamalga qarayapti. Va ketdi Barselonadan yaxshi hujum. Shu joyda Rafinha
Rafinha. Qoida buzilgani yo'q. Mana bu joyda qoida buzilish. 1-4 umumiy hisob. Kokedi mana shu turtib yuborgani katta rol o'ynamadi deb hisobladi hakam. Top qoldi. Atletico outdan to'pni o'yinga kirityapti Antoine. Yana Madrid to'pni o'yinga kiritadi. Zo'r topdi futbolchini Griezmann. Va qoida buzilgani yo'q. Barselona jiddiy hujum tashkil etyapti va Rafinha birga-bir chiqib ketayotgan bir paytda menimcha ofsayddan bo'lishi mumkin edi, lekin mana bu yigit qutqarib qoldi. Shu yigit qutqarib qoldi. Pubil o'zi Rafinhadan chiqib ketgandi, mayli. 33-daqiqa. Camp Nou sehr ishga tushyapti. Yamal yana o'zining qanotida. Out. Tezlikla bol bo'ylar ham to'pni o'yinga kiritib berishyapti. Kubarsi umuman Camp Noudan tashqariga chiqarib yubordi. Shu to'pni ortiqchalik qilyapti deb. Zo'r pas. Pedri yana qosh nima ko'ramiz? Uzatma. Lekin ikkinchi qavatda juda qiyin yutib olishyapti. Griezmann tepib yuborishdi. Zich. Atletico qanaqa zich himoyalanayotgan bo'lsa, Barselona ham oldinda shunaqa zich himoyalanyapti. Yamaldan yaxshi Cancelo. Cancelodan uzatma va voy bir baqiyacha qoldi. Rafinha sakradi lekin Cancelodan shu tomonlarga yo'llangan edi. Qoida buzilgani yo'q. To'pni yo'qotdi Lukman va mana bu pas. Yo'q, o'ynash kerak. Atletico g'alati reaksiya beryapti. Epizodlarga Barsa baribir quturib o'ynayveradi. Shuni esdan chiqaryapti chog'i. Otto Balde. Rafinha, Llorente boryapti. Chap tomon, o'ng tomon Rafinha. Ajoyib. Antoine Griezmann. Bu tomonda kim bor? Lukman bor. Bo'ldi, vaziyat tugadi. Qaytanga Barselonaga bu yaxshi imkoniyat beryapti. Pedri.
Yamal. Pau Kubarsi. Barselona yarim soat qaraydi vaziyatga, keyin bu yoqqa harakat qiladi degandik. Yarim soatga qoldirmadi. 29-daqiqa adashmasam. Bernal. Llorente. Tashlarib o'ynayapti Barsa. Katta energiya sarflayapti va mana bu yerda Pedridan pas bo'ldi. Xo'sh, nima bo'ladi? Burchak zarbasi bo'ladi. Biro 63 xg. Burchak zarbalari bo'yicha 5-burchak zarbasi. Ikkinchi golni urib qo'yarmidi hozir? Yo'q, Musso joyida. Unda yomon yonardi. Lekin birinchi bo'limda ham o'sha bir to'p farqi bilan borish ozgina bo'lsa ham ishonch beradi. Xato juda oson yo'qotishdi. Pedri, Aylan. Pedridan olish, to'pni olib qo'yish. Bu juda qiyin masala. Cancelo Yamalga qaytaradimi? O'rtada hech kim yo'q, undan so'rayotgan va oxiri berdi Laminga. Lamindan zo'r pas va himoyachilar Balde yetib keldi. Nimagadir Simeone uxlab qoldi. Himoyani o'ylashning jazosi ham bo'ladi-da. Hozir bilmayman, Atletico futbolchilarining ichida nima o'tayotgan ekan. Biladi hujum qilishni jamoa. Chetda aldadi. Yamal kirib boryapti. Yamal kirib boryapti. Pas beryapti. Cancelo edi. Kimga pas berishni bilishmayapti. Lukman. Voy, qoida buzildi. Lukman mana shuna tempni o'ldirishda, to'p bilan muomala qilishda bugun Atletico degan yaxshi futbolchi. Albatta Griezmann bilan birgalikda. Barsada endi hamma fidoilik ko'rsatyapti. Lamin san'atkor, u golni amalga oshirib berdi boya. To'qqizinchi daqiqa. Liverpool Barselona esingizda bor, 4-0 hisobi qayd etilgan uchrashuvda Liverpool comeback qilgan oqshom birinchi bo'lim misol 1-0 bo'lgan. Ikkinchi bo'limda 3 ta gol ura olgan Liverpool Anfieldda. Ronaldo keyin yana Origi ikkinchi golni urgan. Ya'ni kim aytmoqchiman, bitta to'p farqini saqlab qolsa ham, Atleticoga imkoniyat bermasa ham, keyingi 45 daqiqalikni tomosha qilishdan ma'no bor. Rafinha mana bunaqa pas. Qoida buzildi. Chopa-chop. Amerikalik futbolchi. Yana hujum. Rafinha tushunmay qoldi. Va Mussoning oldiga bordi, chunki darvozabon o'yinni bemalol cho'zib turishi mumkin. 40-daqiqa. Juda qiynalyapti chiqib ketishga. Ademola Lukman. Qoida buzildimi, buzilmadimi keyin ko'rib olamiz. Mana bu vaziyat esa
Bizga signal beryapti Lukman. Out. Hech narsa bo'lmagan bo'lib chiqdi, chunki endi VARning ishlashga hojati qolmadi. Qo'l tegdi Torresni yuziga, ha. Mana bu plandan yaqqol ko'rinadi. Gol bo'lsa ko'rib chiqishlari mumkin edi. Endi esa ko'rinmaydi. Bo'lim tugamoqda. Oralardan o'tyapti endi Atletico. Ademola. Alvarez topdi hudud. Griezmann mana bu tomonlardan aldab boryapti. Qarang Griezmannni! Offside bor ekan, lekin Griezmann aqlli. Offside bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Bu hozir qiziq emas, lekin Antuanning harakatlari mana shu san'atkorlik. Bar Griezmannda yo'qolmaganda ko'p narsa. Sobiq jamoasiga qarshi 42-daqiqa. Bermayapti Barselona Atleticoga. Burchak zarbasi. Xo'sh. Uzatma yomon emas, lekin hammadan o'tib ketdi. To'pni outga chiqarib yuborish noto'g'ri qaror bo'ladi. Uzoqlashtirildi. Bu tomonda esa yo'q, bir kompyuter o'yini bo'lsa ekan, kopiya qilib turib, Atletico futbolchisini bittasini bu tomonga qo'shib qo'ysangiz, unaqa emas. Atletico butunlay himoyada yashayapti. Ha, orada bir hujumga chiqdi. Qarshi hujum. U ham Ademola Lukmanning urinishlari evaziga bo'lyapti va Bernal Yamal o'zini hududlar ochyapti. Cancelo ikkalasi. Yamaldan pas bo'ladimi? Pedridan o'ylanma, yomon emas, lekin Antuan Lukman qarshi hujum namunali amalga oshiriladimi yoki yo'qmi? Bilmadim. Yo'q, o'xshamadi. Barsa juda tez qaytyapti himoyaga. Bu gol, o'sha gol o'yinga shira bergan gol, mazmun bergan gol. Xo'sh, Simeone nima qilyapti? Antuan ajoyib va Juliano to'pni qaytarishyapti. Mana bu joyda esa qarshi hujum shakllanishi mumkin. Griezmann aylanib yuribdi. Birinchi bo'lib Atletico futbolchisi yetib keladi. Aniq tiniq ko'rinib turgan edi. Va Barselona tezlikli to'pni o'yinga kiritadi. Rafinha to'p bilan. Xato Rafinhadan, jiddiy xato. Bu yo'g'iga Pedri ham olib qo'ya olmadi. Olib qo'yadi endi. Diego Simeonening o'g'lidan xato va Simeonening o'g'li to'g'riladi. Llorente toza o'ynadi. Yamal shpagat qilish kerak edi. Qarshi hujum chap qanotdan. O'ng qanotdan juda ko'p qarshi hujumlar uyushtirgan edi o'shanda Atletico. Juliano, Llorente. Voy, Llorente. Mana shu joyda
Pedri, Rafinha ochyapti hudud, o'zi ham borishi mumkin. Narigi tomonda Yamal so'rayapti, nima uchun tepyapsan Rafinha? Eshitib uzr deb qo'ysa hozir. Bu nuqtadan emas-da, yopib turgan futbolchi ham bor. Gansko yopib turibdi. Griezmann ajoyib o'ynadi, lekin bu joyda sal qoldi. Mazmunli qarshi hujum tashkil etishga. Yamal yetib boradi to'pga. Lamine Yamal olib qo'ydi Gansko. Bermadi Gansko. Bu tomonda Atletico futbolchisi bor ekan. Lukman charchatyapti lekin. Alvarez to'pni saqlab turibdi. Simeone narigi tomonga Llorente otiladi. Llorente chiqyapti va wow, sal qoldi. Agar Lukman gol urganda Bayuba edi. Atletico'cha qarshi hujum do'stlar. Sifatli, mazmunli, lekin Ademola intrigani saqlab qoldi. Nigohlarni ko'rdingiz? Camp Nou muxlislarining nigohlarini ko'rdingiz? 3 daqiqa qo'shib berildi. Barselonada bitta hujum qilishga imkoniyat bor va mabodo o'shani sifatli amalga oshiradigan bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Bilasiz nima bo'lishini. Xo'sh. Cancelo umuman markazga ham chiqib ketyapti. Yamal aldadi. Yamal zarba yo'ladimi? Yamal pas beryapti. Mana bunaqa kirib borishlar va penalti. Oxirgi daqiqalarda penalti. Atletico ushlandi. Pedri kirib bordi va tanaffusga juda komfort kerakli comebackka undovchi hisob bilan chiqib ketishi mumkin hozir kataloniyaliklar. Atletico. Takroriy lavhani ham kutamiz, balkim chiziqdan bu yoqda bir narsalar bo'lgandir. Yo'q, chiziq emas, ichkarida. Ochiqcha qoida buzilishi. Kontakt bor. Pedri kirdi. Pedri ishga aralashgandan keyin shunaqa bo'ladi. Va Rafinha tepmoqchi. Rafinha boya rosa harakat qilib ko'rdi, endi hisobni o'zgartirib jamoani yana ruhlantirib olib chiqib ketishi mumkin. Flik rostdan ham telba do'stlar. Va uning shogirdlari Barselona jamoasi ham usluban qaytmayapti. Futbolning jozibasi. Endi Musso Ademola Lukman ura olmadi va 1 daqiqada hujum nimadir bilan tugaydi deb taxmin qilganimizda penalti bilan tugadi. Ruxsat berildi. Beriladi. De Burgos xushtak chaldi. Sardor Hindu zarba gol va 2-0 do'stlar, tanaffusga Barselona kerakli natija bilan chiqib ketyapti. Ya'ni uning niyati shunaqaroq bo'lgan. 4 ta gol urib tashlash bo'lmaydi endi umuman himoyalanayotgan jamoaga. Mana shu joyda to'g'risini aytish kerak do'stlar, ikkita futbolchi Barselonada butkul ajraladi, Yamal hamda Pedri. Ular gollarning ijrochilari bo'lishdi. Rafinha urdi, gap so'z bo'lishi mumkin emas, jamoa sardori, lekin bu avtobusni buzishda aynan Yamal hamda Pedri rol o'ynadi. Xo'sh, Flikni bilamiz tanaffusda nimalar deyishini, lekin Diego Simeone endi nima deydi? Bu juda ham qiziq. Birozdan so'ng qaytamiz, Zo'r TV kanalida yana ko'rishamiz. Uxlab qolish bo'lmasin, uxlab qola olmaysan menimcha bunaqa natijadan keyin.
tin olaylik. Demak, Atletico ikkinchi bo'limni boshlaydi do'stlar. Diego Simeonening ikkinchi bo'lim start rejasini bilib olamiz. Barsa o'sha quturib oldinga chiqaveradi. Rogeri tarkibni bir qur eslatib o'tishim kerak menimcha. Mana bosim yana ortga Garcia darvozada, Kunde maydon tark etdi. Kupa kunduzi o'rniga Balde tushdi. Balde faqat narigi qanotga o'tdi. Kubarsi, Martin, Cancelo keling tarkib keyingi qoldiray. Bilamiz nima bo'lishini. Kubarsi hamda Martin markaziy himoyada o'ynashyapti. Bernal, Pedri tayanch zonasida va hujum tashkil etayotgan futbolchilar. Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rafinha hujumchi ortida, Ferran Torres hujum chizig'ida o'ynamoqda. Hansi Flick jamoa ustozi mana shunaqa o'ta hujumkor tarkibni maydonga tashlagan. Musso darvozada, Ruggeri, Llorente qanotlarda, Gansko, Pubil markaziy himoyachilar, Lukman bilan Simeone qanotlarda, yarim himoyada Koke, Cardoza tayanch zonasida, Griezmann, Alvarez hujumchiligida. Lekin bu futbolchilar o'zlarining pozitsiyalarida o'tkazishmadi bo'limni. Onda-sonda oldinga chiqqan va shu o'ynashlari kerak bo'lgan hududdan o'tgan bo'lishlari mumkin. Ofsayd yo'q. Rafinhaga to'p yaxshi yetkazib berildi. Rafinhadan pas bo'ladi. Griezmann, Antoine Aqilli.
Bu tomonda kim bor? Bu tomonda Yamal bor. Yamal bor, Yamal bor. Yamal kirib boradi, lekin qoida buzilmagan ekan. Davom etamiz. Qarshi hujum avjlanishi mumkin. Birinchi bo'lib to'pga kim yetib keladi? Simeone yetib keladi. Texnikasini ko'rsatmoqchimi Simeone? Yo'q. Menda u narsa yo'q dedi. Uxliorente. Xato. Griezmann. Alvarez. Xavfli zarba. Lekin juda ham bir darvozabon uchun muammoli emasdi. Alvarez urgan edi o'tgan uchrashuvda. 2-0 umumiy 2-4. Atletiko ustozi har holda ikkinchi bo'limga jamoani hujumda o'ynashga ham targ'ib qilib tushirgan chog'i. Atletikodan hujum ko'rdik. Lekin u ham qarshi hujum. Pedri ochyapti hududlar. Bu tomonda hech kim yo'q. Griezmann to'pni ola olmadi. Barselonani bugungi uchrashuvdagi birinchi bo'limdagi eng katta ishi raqibni qarshi hujumga uncha qo'ymayotgani. Aylanib o'tdi Cancelo va oxir oqibat qoida buzildi. Cardozo. Biz Girona bilan, Villarreal bilan Barselona oxirgi o'yinlarini ko'rsak, undan oldin Atletico bilan o'yinlarda haddan tashqari himoya chizig'i vakillari pozitsiyalarni yo'qotishayotganini ko'rgan edik. Shuning natijasida ko'p oson qarshi hujumlar uyushtirib, birga-birlar chiqib ketishayotgan edi. Bugun shunaqa voqea sodir bo'lmadi. Hansi Flick bu tomonini ancha yaxshi ishlagani hozircha namoyon bo'lyapti. 50-daqiqa o'tib bormoqda. Hozir Rafinha to'pni aylantiradi va bu darvozabonga muammo tug'dirishi mumkin edi. Out. Atletico shu baribir o'yinni o'zining uslubida o'tkazmoqchi shekilli. Yaxshi aylantirdi Rafinha, lekin Ferran Torresning bo'yi yetmay qoldi o'zgina. To'pni olib qo'ydi Barsa. Bitta takror lavha talab etiladi va kataloniyaliklar to'pni olib qo'yishmoqda. Yamal. Xo'sh. Baribir o'yin tomonidan tashkil etiladi. Nimaiki xavfli vaziyat bo'lsa. Cancelo umuman markaziy himoyachiga aylanib oldi. Yamal. Griezmannni qarang. Wow. Griezmann baribir 90-yillar futbolini ko'rsatyapti. Nozik harakat. Yuqori texnika. Baya Lukman gol ura olmagan vaziyatda zo'r o'ynagandi-da. Hakam tezroq to'pni o'yinga kirit dedi. To'p olindi. Pedri bermaydi. Shu paytgacha bermagan ham. Tarixiy comeback sodir bo'ladimi? Endi bemalol aytaversak bo'ladi-da. Boshda bir erish tuyulayotgan edi baribir. Atleticoga nisbatan bir hurmatsizlikdek. Lekin Atletico birinchi bo'limda o'zi shunga tayyor ekanligini go'yoki ko'rsatgandek bo'ldi. Pedri. Cancelo. Yamaldan xato. Griezmann. Wow, Griezmann, Lukman. Lekin juda oson berib qo'yapti. Ofsayddan bor ekan. Chalamni hakam erinibroq ko'tarmaymi dedi. Oh, Pedri. To'p Barsada qoldi, shuning uchun davom etamiz deyapti hakam. O'ynasalaring-chi deyapti.
Pedrini to'xtatishdi, lekin to'psiz ketayotgan Pedri ham xavfli edi. Ortga Joan Garcia ham bor. Oldinga chiqdi Torres, yaxshi chiqdi Torres va Torres hozir e'tiroz bildiryapti, menimcha. Qoida buzilgani yo'q. Davom etamiz. Atletico o'ziga o'zi qildi va Rafinha yo'q. Barsa o'ynayveradi. Barsaning shu odati zo'r. Yo'q, bu yerda qoida buzilmagan edi. Ferran Torres o'zi yiqildi. Takroriy lavha yaqqol so'ylayapti bizga shu tashxisni. Burchak zarbalari ham o'zi qurol. Barselona foydalanmayapti. Nima bo'ldi? Ketdi Yamal. Pedriga to'pni uzatarmidi yoki uzatmasmidi? Yutib oldi. Bu jang do'stlar. Atletico bilan jang qilmasdan turib natija qayd etib bo'lmaydi. Buni Bernal ham tushunyapti va boshqalar ham his qilishmoqda. Zaxira futbolchilari tayyorgarlik avjida. Lekin Rashfordga farqi yo'q. Olmo tayyorgarlik ko'ryapti. Atleticodan ham tayyorlanadigan futbolchilar bormi degan masala bor. Darvozabon Musso uzoqlashtirdi to'pni. Pedri yana aylandi, o'tkazdi. Fermin, pas, Yamal, qoch, ketdi. Yamal keng hudud, zarba. Super save tan olaylik. Musso liniy bo'lib berdi, liniyada. Musso liniyaga aloqasi yo'q. Yamal qildi hozir va Torres yaxshi zarba yo'lladi. 7-burchak zarbasi adashmasam. Barsa nechun foydalanmaydi bu quroldan? Lekin Antoine keldi. Barsaning eng yaxshi biladigan futbolchida baribir ichida. Sayr qilib keldi-yu. Orada Atletico o'shanda chempion bo'ldi. La Ligada chempion bo'lmagan ajoyib yulduz. Atletico oldingi marta chempion bo'lganda Real Sociedadda bo'lgan. Xo'sh, bu nima bo'ladi? Yamal pasni ko'rdingizda, yomon pas bo'ldi lekin. Cancelo. Raqsga tushyapti Cancelo. Yamal kir. Tep mana shu joydan tep aniqroq bo'ldi. Bernal dublmi? Yo'q. Bu dublmi? Yo'q. Ikkita dubl muallifi bo'lishi mumkin bo'lgan futbolchilar tepishdi, lekin ikkalasini ham Musso qaytardi. Yamal dahshat. Futbol javohiri. Ba'zi futbolchilar bo'ladi, u klubga muxlislik qilmasangiz ham u uchun yomonlik tilashingiz noto'g'ri bo'lgan futbolchilar bo'ladi. Yamal shulardan biri. Futbol muxlisi bo'lmasligi kerak bunaqa odam. Antoine, Lukman, offside liniyasi. Alvarez shundoq Yamalga berdi. Yamalning muxlis shekilli va mana bu joyda nima qiladi? Qoida buzmagan holda oldi. Yo'q, Yamalning muxlisi emasman dedi Alvarez. Toza o'ynadi. Toza. Yamalni o'zi yiqildi.
Koke charchab qoldi va Syorlotni tushirishyapti baribir. Ikkinchi bo'limga ham tayyorlab qo'yganlari bor Simeoneni. Antoine Griezmannga tashlayapti bog'ichni. Yigirma ikkinchi raqamdagi Lukman ham maydon tark etayotganligi meni shaxsan ajablantirmoqda. Alvarez qoldi. Molina tushdi. Jahon chempioni. Ademola Lukman balkim o'zi 60 daqiqaga mo'ljallangan futbolchidir. Out Atletico. Bernal Ber. Lukman. Boyagi vaziyat hali tushlarga kirib chiqmasa edi. Oldi olindi. Pedri oldi. Bu joyda kim bor? Ofsayddan kirib Syorlot hamma bilib qoldi. Biz ko'rmagan bo'lsak ham bildik o'zi muxlislarni, futbolchilarning reaksiyasi. Narigi tomonga ketdik. Dengizdek chayqalayotgan futbol. Cancelo. Rafinha. Balde kirdi. Kubarsi. Zo'r olib qo'ydi hozir to'pni. Qarang, Cancelo Yamal Gatskoni dog'da qoldirdi va Musso nimadirlar qilyapti. Hayot o'yinini o'tkazmoqda. Atletico hozircha chidayapti. Bardosh beryapti. Qarshi hujumni ham o'ylamoqda albatta, chunki zo'r. Ofsayd yo'q. Cancelo oldi. Cancelodan ajoyib pas emas ekan, ajoyib emas ekan, to'p chiqib ketadi. Darhol qaytib oldim gapimni. Mana bu Laminning pasi. Bu joydan Trivela sal noto'g'riroq qaror edi. Yaqin edi masofa. Bu yerdan qattiqroq tepsa ham talo to'p ichida nimadir bo'lishi mumkin edi. Musso. Griezmann. To'pdan qutulishni qarang. Pas Syorlotda ofsayd bormi yoki yo'qmi keyin bilib olamiz. Voy. Yetib bora olmaydi Syorlot. Bu gavda bilan yetib borsa endi bilmadim. Holland bo'lib qolardi. Ofsayd bor yoki yo'qligi baribir noma'lumligicha qoldi. Vaziyatdan foydalanishmasa, hakam o'zi to'g'ri deganini baribir ko'rsatadi. Lopez. Bernal hisobni ochdi. Rafinha penaltidan hisobni 2-0 ga oshirdi, lekin bu yetarli emas. Yarim soat vaqt bor. Hali yarim soatmi emasmi bilmadik. Pedri chayqab tashlayapti. Ya, Pedri juda noaniq. Syorlot bora olmasa kerak bu tomonlarga. O'tib boryapti vaqt. Real Sociedad bilan Atletik Bilbao narigi tomonda bizni hamma unutib yubordi deyotgan bo'lsa kerak. Unuttirdi o'tgan natija. Hatto men bir joyda o'qidim,
Atletikoga 1-0 degan hisob yaxshiroq edi birinchi uchrashuvda degan fikrni. Chunki 1-0 da u qarshi hujumga tayanib o'sha futbolni ko'rsatardi. 4-0 esa baribir katta hisob bo'lganligi uchun xotirjamlikka berilib, juda himoyaga 4 ura olmasa kerak deb o'ynab, birinchi, ikkinchi golni o'tkazib yuborgandan keyin narigi jamoa kurash ushlagan bo'ladi va qayta olmay qolishi mumkin degan fikr o'qigandim. O'sha fikr to'g'ri bo'lib chiqyapti. Bernal Atletico o'rtasi uzilgan lekin pressingi bilan himoyani Cancelo lekin oldirishda Rogeri Alvarez Rogeri boradimi? Antoine narigi tomondan hujum ko'ramiz. Griezmann ochilgan edi. Llorente offside yo'q. Syorlot bu yerda Cardoza Alvarez Syorlot Yamal Rujerdan ola olmadi to'pni. To'p o'tib ketmaydi. Simeone to'pni saqlab qoladi. Llorente so'ragan edi. Xato menimcha Griezmann. Syorlot juda noto'g'ri qaror qabul qildi. Hujumchi baribir shu joydan zarba ko'ramizmi? Ko'ramiz va o'tdan noaniq zarba bo'ladi. O'zgarish. Olmo tushyapti. Fermin chiqib ketyapti. Rashford ham bugungi uchrashuvning omadsiz vakili Ferran Torresni almashtiryapti. Ferran Torres noto'g'ri variant edi o'z boshida. Aytilgan edi. Endi hozir o'tgandan keyin aytayapman, lekin bu fikr yangragandi. Vaholanki Torresda 1.5 XG bor o'yinda. O'tda qoida buzilgani yo'q, o'zi kelib urildi deyilmoqda. Syorlot borda, Olmo mana bunaqa pas, Rashford o'tadi. Rashford keng hududlarga tushyapti. Burchak zarbasi ishladimi Rashford? Rashfordning burchak zarbalari xavfli lekin qo'ndiradi. Lewandowski bo'lsa-yu, baribir ham bosh bilan yaxshi o'ynaydigan futbolchi topilsa bo'ldi. Erik Garcia ham yo'qda. 9-0 burchak zarbasi bo'yicha Arsenal 3 ta gol urib bo'lgan bo'lardi. 4 tadan 2 ta gol chiqardi-da Chelsea bilan. Va Arsenal bilan Barselona Chempionlar Ligasining yarim finalda o'ynash mumkin. Ketdi. Shu yerdan zarba, darvoza sari. Musso joyida, tezroq o'ynash kerak. Sariq kartochka Olmo janobi olilariga hozirgina tushdi. O'lma, sariq kartochka olding. Hansi Flick. Ana Syorlot zo'r o'ynadi. Sal qoldi. Cancelo. Yamaldan zo'r. Olmo. Ana o tomonda ochilayotgan futbolchi bor. Lekin. Pas emasdi-da bu. To'xtatgan edi. Buni futbolchilar bilishadi, qoidani bilishadi. To'g'ri, men ham shunaqa deb o'yladim. Ayniqsa darvozabon juda yaxshi biladi. Qaysi pas u, qaysi harakat to'xtatilgan. Yamal sirpanyapti. Gansko. Alvarez. Yana sariq kartochka. Cancelo'ga ham sariq kartochka, sekin-sekin Barselona
qattiq o'ynab yuboryapti. 1 daqiqaning ichida 2 ta futbolchi sariq oldi. Diego Simeone. Bu to'xtatdi-da, shuning hisobiga bu pas hisoblanmaydi. Bo'ldi, yutqazdi. Hozir Atletico shu joyda Rashford top bilan bizga 4 gol kerak deb aytib o'tgan Hansi Flick. O'yinni 2 taym deb emas, 2 alohida match deb olishimiz kerak. Shunda har birida bizga 2 tadan gol zarur bo'ladi. Shuni aytgan, qarang o'yindan oldin. Shuni qildi. Birinchi matchdani aylantirib oldi. Yamal 68-daqiqa. O'tib boryapti. Fermin qora ishlarni ko'p bajardi. Xo'sh, o'tgan yilgi voqealar takrorlanyapti. Barselonada 2 qanot Inter bilan o'ynaganda shular o'ynamagan va Inter musobaqadan chiqarib yuborgan edi. Ijodkor futbolchi maydonga tushyapti. Top nazorati ham kerak deb hisoblayapti shekilli. Diego Simeone. Alvarez ketyapti. Alvarez yaxshi o'yin o'tkazdi. Mehnat qildi, jang qildi. Xullas Atletico futbolchisi bo'ldi. Baena. Ko'rsatma. Birinchi bo'lib darvozabondan ko'p to'pni qabul qilishi mumkin, olishi mumkin. Vaziyat og'ir. Futbolchi o'rniga tushirilgan futbolchi chiqib ketyapti. Va Lamine Yamal uni qo'llab-quvvatlamoqda. Mavsum baribir o'z so'zini aytadi. Bu Barselonada ham, Realda ham, katta jamoalarda, Liverpoolda, Chelseada, Tottenhamni gapirmay qo'ya qolay. O'z aksini ko'rsatmoqda. Yig'lab chiqib ketayotganidan xulosa qilsak, ancha muddatga ketmoqda chog'i. Barselonaning oldinda esa o'yinlar. Lekin Balde to'g'risini aytishimiz kerak, oxirgi payti o'yinni nuqtai nazardan o'tgan yilgi darajasida emas. Kunday qaytaryapti. Araujo tushdi. Sardorlik bog'ichi ham bundan bunga bundan bunga o'tmadi, to'g'ri, Atleticoda bo'ldi-yu. Xo'sh, bu o'zgarish jamoaga nima beradi? Himoyalanayotgan payti kerak Araujo. Boshqa payt esa Barsa o'zining futbolini o'ynayveradi. Mana bunaqa paslarni beraveradi. Burchak zarbasiga aylantirib olaveradi. 10-burchak zarbasi do'stlar. Bo'lsa ham burchak zarbasidan nimadir chiqaradimi yoki yo'qmi degan masala bor. Ber Yamalga. Rafina ber. O'ylab topadi shu bola. O'ylab topadi mana.
Cancelo uzatma zo'r va gol. Araujo gol uryaptimi? Yo'q, Bernal dubl muallifi bo'lyapti bizga namoyish etishlaricha. Aytdim-ku, shular o'ylab topadi deb o'yladik. Bernal muhim uchrashuvda 2 ta gol uradi deb o'ylaganmidingiz? Ha, endi raqamida 2 bor. Zo'r pas berdi lekin ichkariga uzatma ideal chiqdi. Cancelo da bu. Offside bo'lishi mumkin ekan. Offside bo'lishi mumkin ekan. Aynan men kim ekan deb turgandim, Bernal ekan. Ko'rishimiz kerak. Bu epizod vartalab. Musso ojiz edi. Gol! Offside yo'q ekan. Bernal onside'dan chiqib kelgan ekan. Qoyillar. Diego. Hayot o'zi komediya. Cancelo'dan pas, Bernaldan gol, bitta gol qoldi. Endi Atletico uyg'onmasa bo'lmasligini tushunib yetyapti. Syorlot boryapti. Mana bu tomonga to'p ketdi. Juliano. Endi Atletico tushunib yetdi. Vaqt keldi. Tamom. Bittagina gol. Buni Barselona qila oladi. To'p qoldi. Lekin futbolchi qolmadi. Ajoyib Rafinha, Pedri, Rashfordga uzatildi. Rashford aldab ketadimi-ki? Aldadi lekin yo'l topdi. Bu qulayroq bo'ldi. Tepib yuborishdan ko'ra qulayroq bo'ldi. Nima bo'lyapti? Atletico futbolchi rostdan ham jarohat olgan bo'lishi mumkin, shuning uchun ayblamay. Bernal dubl muallifi. Hammasi Flickning rejasi bo'yicha ketyapti. Mana shu joyda mana Butsani tishlari Barselonaning ham foydasiga o'ynaydi. Cancelo aylantirib o'lchab pas berdi. Jimenez tushdi. Himoya. Atletico muxlislari kutishyapti. Atletico muxlislari ham shunaqa bo'lmasa deb kutishyapti. Barselona muxlislari esa shunaqa bo'ladi deb ishonishyapti. Endi shu joyga kelganda bo'lmasa g'alati bo'ladi. O'shanda ham 5-1 bo'lib qolishi g'alati tuyulardi, to'g'rimi? Qo'shib berilgan bo'limlarga qarab ketamizda.
yoki Barselona umuman halam qilib tashlashi mumkin agar Bayena oxirida Atleticodan to'p chiqib ketgan. Yo'q. Unday emas ekan do'stlar. Joao Cancelo'da sariq bor. Qizil olish uchun o'ynayapti endi. Bu Simeone bandasi. Endi bunga ikkinchi sariq kartochka ko'rsatilmaydi baribir. Qarang, nargi futbolchini butsasi ekanda. VAR futbolning qutqaruvchisi deymiz u. Kurash out. Remontada degan sarlavhalar chiqishi mumkin. Mana bu joyda kim bor? Rafinha bo'sh. Rafinha keng hudud bo'ylab yuguradi. Ana u tomonda ochilayotgan futbolchilar ham bor o'tdi, lekin biroq. Yamal 78-daqiqa. Hali Camp Nou'da 90-daqiqa. Anchadan keyin keladi. 90 daqiqa uzoq bo'ladi. Bayena ulgura olmadi. Yamal zo'r o'ynadi. Llorente chiqarib yubordi. Bayena kurashlayapti. Voy. Olmoda ham sariq bor. Boya orttirib olgan. So'rashyapti. Yo'q, ikkinchisiga ber deb. Lekin agar birinchi sarig'i bo'lmaganda berib yuborar ekan. O'yinni buzgisi kelmadi. Tugadi. Offside yo'qmi? Offside bor ekan. Biz ham sezdik bu narsani. Atleticodan to'p chiqib ketdi. Yamal o'yinga kirityapti. Oxirgi dekada, lekin bu hozirgi kunda juda cho'zilib ketsa ham qo'rqadigan joyimiz yo'q. Saharlik bor. Voy o'tdi to'p. Rashford. Pas. Aylandi. Yamal. Nimadir qiladimi? Yamal penalti so'radi. Yamal ham shunaqa qilar ekan. Mana bu qoida buzilish. Yo'q, Rafinhada. Hamma joyida ekan, uzatma zo'r. Himoyachilar olib chiqishdi va Bernal hat-trick ba? Yo'q. Qo'limni ushladi deyapti. Lekin bor ekan oz harakat. Penalti qo'yib berishi mumkin. Lekin sal tortmaydiganroqdek. Bo'ladi-yu, o'zi ko'ngil sezadi. Kontakt bor, lekin tortmaydi. Bayena, mana bu tomonda Griezmann. Wow, pasni qarang. Olmoni qarang.
Shoshyapti Yamal. 82-daqiqa Yamal. Chap tomonga o'tamiz. Rashford. Olmo. O'ng tomon. Cancelo. Lamindan pas bo'ladimi yoki zarba yo'llaydimi? Yo'q, qaytarishda. Syorlot. Yo'q, chiqara olmayapti. Qarshi hujumga o'tkazmayapti. Barsa bo'g'ib qo'ygan. Uzatma super. Rafinha. Wow, hech kim yo'q ekan. Camp Nou nafas olyapti, chuqur nafas olyapti. Neymarning pasi. O'shanda gol bilan tugagani esingizda bor-a. Rafinha yetib keldi. Hujumda o'ynayapti Araujo. Olmo aldamchi 9lik bo'lib. Endi hozir Barselonada hozir futbolchilarning ko'rsatmalaridan chiqib ketganliklarini ko'ryapmiz. Kim nima qilsa, o'zi bilib hududlar ochib, vaziyatlar paydo qilib boryapti 4-gol sari. Atletico shunaqa o'ynaganligi uchun ham muxlislar, hatto Real muxlislari ham kutayotgan bo'lsalar kerak. Cancelo o'tib ketdi. Cancelo o'tib ketgan edi. Atletico shu 3-0 to'p saqlamoqchi. O'tda yotibdi kimdir. Rafinha. Ana unaqa pas. O'tmayapti, Syorlotlarga o'tmayapti, yetib kelmayapti. Syorlot boshqa joyda paydo bo'lib qolyapti, Griezmann boshqa joyda paydo bo'lib qolyapti. Pedri esa joyida. Rafinha. Noto'g'ri pas. Top qo'lga tegdi. Yo'q, qo'lga tegmabdi. Yamal ekan top bilan. Yamaldan pasmi? Penalti bo'lishi mumkin edi. Yiqilmadi. Yiqilsa penalti bo'lardi shu yerda. Laminada. Top chiziqda. Ajoyib pas. Urilib ketishdi bir-birlariga. Olmo. Atletico jang qilyapti. Ana endi jangmisan jang. Oldingi chiziqqa top uzatildi. Syorlot. Bir yirtqich maxluqni deylik, shernimi, yo'lbarsimi, anakonda bo'g'ib olgandek. Agar sal chiqarib yuboradigan bo'lsa, u zaxar yetkazishi mumkin. 86-daqiqa. Camp Nou'da 3-0 ni saqlamoqchi Atletico. Ma'lum, shunday. Uzatma. Tepib yuborish. Pedri super pas. Rafinha yetib boradi. Ishonchim komil. O'tyapti Rafinha, lekin bu yog'iga o'ta olmadi. Aqlli qaror bu Pedri. Navbatdagi hujum va top. Burchak zarbasi. 4-golga tayyormisiz do'stlar? Men tayyorman. Yana burchak zarbasimi? Endi to'g'risini aytaman, o'tgan gal Atletico juda ham yoqqan edi menga. Va Atletico baribir nisbatan tengma-teng
tashashib ko'radi degandim. Juda himoyaviy futbol ko'rsatayotganligi uchun 4-golga tayyorlanyapman va iltimos kadrdan iltimos. Yamal. Qotmasin. Ob-havo ham tayyorman shekilli bu comebackga. Mana shu joyda yiqilsin edi oyog'ini. Cancelo. Musa tepib berdi. Sörlot. Xato. Yamal. Ber pas. Lamin. Qochadimi? Teryapti. Baribir chapga qarab ketishmoqda. Cancelo'dan zo'r pas, burchak zarbasi. Voy, qancha burchak zarbasi bo'lib ketdi o'rtoqlar. o'n to'rtinchi burchak zarbasi do'stlar. 14-chi burchak zarbasi 14-0 va 14-chi burchak zarbasi Sörlot olib chiqmoqda. 88-daqiqa. Lekin 3-0 bilan tugaysa, Camp Nou kelganlarga yomon alam qiladi. Suvni oldiga olib borib bichirmasdan qaytarib yuborgan bo'ladi. Shuni salamli bo'ladi. Shuning uchun ham Barselona 4-golni urish kerak. Futbol haq hurmati. O'tda Griezmann. Bayena 89-daqiqa. Hozir jarima zarbasi bijromi? Yo'q. Cancelo ajoyib o'yin o'tkazyapti. Flick bu safar hattoki Cancelo o'z o'rnini yo'qotgan, o'zgartirganda ham foyda keltirishini bilgan ekan. Yamal Griezmann zo'r o'ynadi. Voy o'tkazib berishdi. Mana bu joyda pas. Wow. Martin Joan Garcia boshlarni ushlagan. Bir bo'limda 4 ta o'tkazib yuborganligi uchun ofsayd yo'q edi. Himoyachi qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Lekin vaqt bor, xotirjam bo'ling. Qo'shib berilgan bo'limlar, qo'shib berilgan daqiqalar ham bo'ladi. Rosa futbolchi almashdi. Sörlot yutib olyapti. Va. Griezmann qochib ketadi deb o'ylagandik, yo'q. Cancelo xotirjam, uzilib qolyapti Atletico chizig'i. Kubarsi, Cancelo. Agar Barselona bugungi uchrashuvdan chiqib ketadigan bo'lsa boru, do'stlar, Cancelo transfer o'zini oqlagan bo'ladi. Ba'zan shunaqa bitta katta o'yinlar bo'ladi. Rafinha, xo'sh, Martin, Rashforddan pas va penalti bermaydi bunga. Penalti bermaydi. Bilinib turibdi-ku. Ruggeri. Hatto kontakt ham yo'q. Rafinha o'zi yetib bora olmadi va shuni o'ylab topdi. Flick. Bo'ldi, varam ko'rib chiqdi. 6 daqiqa qo'shib berildi. Aytdim-ku, normal. Cancelo. Chopa-chop, tepa-tep. To'g'ri qildi. Yamal Ruggerini suvga chiqarib yubordi. O'yin qoidasi buzilmabdi. Griezmann. Mana bu qarshi hujum xavfli bo'lishi mumkin. Bayena to'pga o'ynadi, toza o'ynaldi. E'tirozni endi Atletico bildiradi. Biz o'yinni tomosha qilaveramiz. Bizga o'yin yoqyapti. O'yindan o'ringlar deyilyapti.
Rashforddan yaxshi harakat va burchak zarbasi, 15-burchak zarbasi do'stlar. 15 ta ham burchak zarbasi bo'ladimi? Mikolas Joverni chaqiringlar ey. Standart vaziyatlari bo'yicha ishlashga. Barsa mana bu Araujo tushgan do'stlar aytmasa. Araujo tushgan. Boya Araujo gol urdi deb o'ylagan edik, gol urmagan edi va Araujo hozir navbatdagi zarbani yo'llashi mumkin edi. Bayena chiqib ketyapti, Bayena qochyapti. Mana bu tomonda Syorlot nima uchun ketmayapti bilmadim. Qoida buzildi. Mana bu taktika. Yamalni jahli chiqyapti, lekin bu yerda qoida buzding. Bolakay. Sariq kartochkami? Yamal e'tirozi uchun sariq kartochka oldi. Bu yerda bor. Kim boradi birinchi? Voy Pedri. O boshi bilan qo'lda o'ynagandek o'ynadi. O'zi u boshi bilan ko'proq o'ynaydi, aql bilan demoqchiman. IQ o'ta yuqori. Messi tashlab ketgan IQ. Syorlot ayiq. Syorlot ayiq hal qilib qo'ysaydi. Hop. Yo'q. Barselonaning kambekiga qarab ketyapti. Shu vaziyatdan foydalanmadimi Syorlot? Mantiqan mana shu voqea sodir bo'lishi kerakdek. Atletico to'pni o'yinga kiritmas ekan, Olmo ketdik 90+4-daqiqa o'tib boryapti. Qo'shib berilgan bo'limlarga o'tishimiz mumkin agarda gol bo'lib qolsa. Men shaxsan o'zi hali ikkita o'yin sharhlayapman. Nisbatan charchaganmiz-ku, lekin intriga uchun ham istaysiz-ku bir narsani. Olmo Yamalga ber. Yamal o'ylab topadi. Yamal aylantiradi. Yamal hech narsa qila olmaydi. Darvozabon to'pni endi xotirjam o'yinga kiritadi. Yamal shoshyapti. Barsa egallab olyapti bu joylarda to'pni. 2-7. Ya'ni 2 ta aniq zarba, 9 ta aniq zarba Barselonada. Pedri qoyil. Syorlot. Bernal. To'pni tepib yuborgan futbolchiga sariq kartochka. To'g'ri qaror. Shoshyapti Barsa. O'sha Sergio Roberto zarba yo'llagan daqiqalar kelyapmiz. Olmodan zo'r pas emas. Mana bu tomonga Atletico qarshi hujum tashkil etadimi? Ha, endi Syorlot bir narsa qilar. Syorlot bir narsa qila olmadi, chunki Pedri keldi. O'qidi va yeb yubordi shunaqa gavdali futbolchini. Yamal chiroyli o'ynadi. Yamal chiroyli o'ynayapti. Yamal pas berishi mumkin. Yamal aldayapti. Ber qutul. Griezmann. Syorlot. Offside. Oxirgi hujum. Lekin 3-0 bo'lsa juda alamli bo'ladi. O'sha gap, Olmo ulgurdi, lekin bu to'pga birinchi bo'lib kim yetib keladi? Rashford yetib boradimi yoki yo'qmi? Masala ofsayd bor ekan va ko'p ehtimol Atletico Madrid suvning oldiga olib borib Barselonani haligi ozgina suv ichirib qaytarib olib kelyapti. Camp Nou'da o'sha mashhur comebackni bu Barselona qila olmadi. Bu Barselonani hamma kutdi qilishni, lekin Messi, Neymar, Suarezlar boshqa ekan.
Bo'ldi, tushuntirishdi bizga Atletico xunuk o'ynadi, lekin baribir natijani hal qildi va Atletico uchun natija muhim edi bu uchrashuvda. Pedri va boshqalar rosa harakat qilishmasin, bu uchrashuv Mussoning o'yini bo'ldi. Va Diego Simeone men baribir himoyalanib bo'lsa ham